Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalarini hayotini o'qishlikdagi navbatdagi darsimiz, bugungi darsimiz Talhat ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu haqida bo'ladi. Birodarlar, Rasulullohning sahobalarini hayotini o'qib o'rganishdan maqsadimiz nima? U shunaqa bo'sh ishlar bo'lgan ekan, mana oyilar mana qilib bo'lgan ekan, bunday bo'lgan ekan deb turib o'tib ketishlik emas. Birodarlar, ularni hayotini o'qib o'rganishdan asosiy maqsadimiz o'zimizga ibrat, namuna olishlik. Biz kimlarni hayotini o'qib o'rganyapmiz? Bizga maktabda tarix darslarida o'sha kimlarni tarixlarini o'qitishmadi. Biz kimni tarixini o'qib o'rganyapmiz? Sahobalarni. Kim ular sahobalar? Ular Alloh ulardan rozi bo'lgan kishilar. Alloh ulardan rozi bo'lgan kishilar. Astagfirullah. Laqad radiyallohu anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta ash-shajara. Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, dar haqiqat Alloh mu'minlardan ular daraxt ostida sizga bay'at qilayotgan vaqtlarida rozi bo'ldi. Men rozi bo'ldim sizga bay'at bergan sahobalardan" deyapti. Biz mana shunday ulug' insonlar hayotini o'qib o'rganyapmiz. Sahobalarning mavqiflari, sifatlari, ko'rsatgan fidoyiliklari. Bularni o'qishlikdan maqsad xabardor bo'lib qo'yishlik emas, o'zimizga ularni ibrat namuna qilib olishligimiz. Shuning uchun sahobalarning hayotini o'qib o'rganayotganimizda shu fikr doim siz bilan bizni yodimizda tursin. Biz Alloh rozi bo'lgan bandalarning siyratini o'rganishga ostida turibmiz. Ular nima ish qilishdi, nimalarni gapirishdi, nimalarni qurbonchilikka keltirishdi, nimalardan voz kechishdi. Biz sahobalarning hayotini o'qir ekanmiz, hodisalarni o'rganamiz, tahlil qilamiz, ibrat olamiz, birodarlar. Talhat ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu. Bu kishining to'liq ismlari Talha ibn Ubaydulloh, ibn Usmon, ibn Amr, ibn Kab, ibn Sa'd, ibn Tim, ibn Murra al-Qurashi. Qurayshning Tim urug'idan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan Talhat ibn Ubaydulloh amakivachcha birodarlar. Amakivachcha bo'lgan bular. U kishining kunyalari Abu Muhammad, Talhatul Khoyr, Talhatul Fayyod. Jannatga bashorat qilingan 10 kishining biri. Islomga birinchi bo'lib kirgan 8 ta odamning biri. Abu Bakrning qo'lida iymonga kelgan 5 ta odamning biri. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vafotidan keyin ahli shura bo'lgan 6 ta odamning biri. Yer ustida tiriklayan yurgan shahid. Birodarlar, shahid o'lgandan keyin aytiladi shahid bo'ldi deb. Ammo Talhat ibn Ubaydulloh hali tirik ekan, yer yuzida odamlar orasida yurar ekan, Rasululloh aytganlar, kim shahid kishini ko'rishini xohlasa, mana bu kishiga qarasin deb Talhani ko'rsatganlar. Hali o'lmay turib shahid bo'lgan birodarlar. Talhat ibn Ubaydulloh roziyallohu anhuning onasi As-Su'ba bint Hadramiyya islomga kirgan, hijrat qilgan, o'g'lini vafotidan keyin bir muddat yashagan. Talha roziyallohu anhu nubuvvatdan 28 yil avval dunyoga kelgan. Ya'ni payg'ambarimizga vahiy kelganda necha kiribdi? 28 ga. Islomga kirishi tarixi. Ibn Sa'd u kishini islomga kirishi tarixini quyidagicha keltiradi. Ibrohim ibn Muhammad ibn Talhadan u aytadi: "Menga Talha roziyallohu anhu shunday dedi. Talha roziyallohu anhu Shomda, Busroda bozorda edi. Shunda ana shu Busrodagi bir cherkovdagi rohib so'radi: "Ey, mana shu mavsumda kelgan odamlar orasida, mana shu bozor mavsumida kelgan odamlar orasida ahli haram bo'lgan odam bormikin, so'raylarchi?" So'rab surishtirib Talhaga kelishdi. "Ha" dedi. "Men ahli haramman" dedi. "Men Makkadanman" dedi. Haligi rohib Talhadan so'radi: "Ahmad zohir bo'ldimi oranglarda?" Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zohir bo'lgan paytlar. Talha so'radi: "Kim u Ahmad?" dedi. Rohib aytdi: "U Ibn Abdulloh, Ibn Abdul Muttolib. Mana shu oyda zohir bo'lish kerak edi. U anbiyolarning oxirgisi. Chiqib tashlab ketadigan joyi haram. Haramdan chiqib ketadi Makkadan. Hijrat qilib boradigan joyi Xurmozor, ya'ni Yasrib. Sen uni oldiga shoshilib borgin" dedi.
Talha roziyallohu anhu aytadi, uni so'zlari qalbimga o'rnashib qoldi. Tezlik bilan Makkaga yetib keldim. Odamlarga Makkada biron bir sodir bo'ldimi deb savol berdim. Ular ha, Amin Muhammad ibn Abdulloh o'zini payg'ambarman deb e'lon qildi deyishdi. Unga Ibn Abi Quhofa iymon keltirdi. Abu Bakr iymon keltirib bo'lgan edi. Birinchi iymon keltirgan bilasizlar Abu Bakr Siddiq. Talhani amakivachchasi deb aytdik. Abu Bakrning oldiga bordida Talha, "Ana o kishiga ergashdingizmi?" dedi. Abu Bakr ha dedi. "Siz ham borib ergashing, albatta u haqqa chaqirmoqda" dedi. Abu Bakrning qo'lida Talha ibn Ubaydulloh iymonga keldi. Rasulullohning oldiga Abu Bakr Talhani olib bordi, kalima keltirib musulmon bo'ldi. Islomga birinchi bo'lib kirgan kishilardan. Rohibdan eshitgan narsasini payg'ambarimizga aytib berganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xursand bo'ldilar. Talha ibn Ubaydulloh islom yo'lida juda katta mehnatni ado qilgan kishilardan. Talha ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu va Said ibn Zaydlarni payg'ambarimiz Shomdan kelayotgan Qurayshni karvonini xabarini olgani yubordilar. Bu ikki sahoba ana shu karvonni xabarini olib kelgunga qadar karvon o'tib bo'ldi. Payg'ambarimiz Badr g'azotida qatnashib bo'ldi. Ular kelganda Badr g'azoti nihoyaga yetgan edi. Badrda qatnasha olmagan. Lekin Rasulullohning buyrug'i bilan chiqib ketganligi uchun Badr g'azotida tushgan g'animalardan Talha ibn Ubaydullohga g'anima o'ljalarini bergan. Ya'ni Badrda qatnashgan kishilar qatoriga payg'ambarimiz bu sahobani qo'shib qo'ygan edi. Talha roziyallohu anhuni ko'rsatgan xizmatini eng ulug'lari, eng yaqqol ko'zga tashlangan xizmati bu Uhud kunida qilgan ishi. Rasululloh 50 ta kamonchini musulmonlar qo'shini orqa tomonni himoya qilib turishi uchun shu yerda turinglar deb buyurdilar. Lekin ular itoatsizlik qilib tushib ketishdi, musulmonlar mag'lub bo'lishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yetib keldi mushriklar. U zotni yuzlari shilindi birodarlar. Tishlari sindi, chuqur yiqilib tushdilar. Mana shu paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldida ozgina odam turgan. Ana shu turgan odamlardan bittasi Talha ibn Ubaydulloh bo'ladi. Shu kuni 24 tadan ko'proq jarohat yetgan edi u kishiga. Uhud kunida payg'ambarimiz Talha roziyallohu anhuni Talhatul Xoyr, Ushar g'azotida esa Talhatul Fayyod, Hunayn kunida esa Talhatul Jud deb laqabladi. Mana shu laqablar bilan payg'ambarimiz u kishini chaqirgan edilar. Birodarlar, vaqt o'tib ketadigan narsa. Bu vaqt shunday narsaki, hammamizda bor. Lekin hech qaysimiz uni qo'limizda ushlab tura olmaymiz. Musulmon odam vaqtni g'animat bilishligi kerak. Zamon o'tadi, vaqt o'tadi, alamlar tugaydi, mashaqqatlar ko'tariladi, o'lim hamma narsani yuvib yuboradi. Lekin yaxshi odamlarning qilgan savobli amallarini mukofot qoladi oxiratga. Yomon, fosiq, zolim kofirlarning qilgan amallarini jazosi qoladi oxiratga. Dunyodagi lazzat ham o'tkinchi, mashaqqat ham. Boylik ham o'tib ketadi, kambag'allik ham tugaydi birodarlar. Mana tarixda o'qisak, qarasangiz, ulug' insonlar o'tdi, notavon insonlar o'tdi. Boylar ham o'tdi, kambag'allar ham o'tdi. Saxiy ham, boy ham o'tdi. Ahmoqlar ham o'tdi, daho ham o'tdi. Zolim ham hayotini yashab tugatdi, mazlum ham. Hammasi tuproqda ostida yotibdi hozir. Ulardan nima qoldi? Qilgan yaxshi yoki yomon amalining zikri qoldi va mana shu qilgan yaxshi yomon amaliga oladigan mukofot yoki jazosi qoldi. Birodarlar, g'animat bizga ham, bizni qiladigan ishlarimiz. Bu ulug' sahobaning manoqiblaridan Zubayr ibn al-Avvomdan rivoyat qilinadi. Uhud kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ustida ikkita sovuti bor edi. U zot jarohatlanganlaridan keyin, jasadidan ancha qon oqqandan keyin quvvatdan qoldilar va bir qancha sahobalar bilan orqaga chekinayotganlarida bir baland toshni ustiga ko'tarilishga to'g'ri keldi. Rasululloh o'zi chiqa olmadilar. Shunda Talha ibn Ubaydulloh shunday engishib turib berdilarda, Talha ibn Ubaydullohni payg'ambarimiz shunday bosib, xuddi bir toshni bosgandaqa Talhani bosdida toshni ustiga ko'tarilib chiqib ketdilar. Shunda payg'ambarimiz Talhaga qarab turib, "Vojib qildi" dedilar. Nimani vojib qildi? Talha ibn Ubaydulloh mana shu ishi bilan o'ziga jannatni vojib qildi. Jannati ekanligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tilidan eshitdi. O'zini payg'ambarimiz uchun bir kursi qilib bergan edi. Oysha onamiz aytadilar, qachon Uhud kuni haqida gapirilsa, otam Abu Bakr aytar edi, Uhud Talhani kuni. Shunday bir fazilat, shunday bir savobli ishlarga ulgudiki, Uhud kuni Talha ibn Ubaydullohning kuni der edi.
Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytadi. Uhud kunida payg'ambarimiz oldiga yetib keldim. Boyagi jarohatlarni olganidan keyin. Birinchilardan bo'lib yetib keldim. Men Nabiy sallallohu alayhi vasallam menga va Abu Baydaga ona Talxani oldiga boringlar. Ko'p qon yo'qotdi dedilar. Biz Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ishini o'nglab, so'ngra chuqurlarning biridagi turgan Talxani yoniga keldik. Uni jasadida juda ko'p jarohatlar bor edi. Kafti kesilib ketgan edi. Talhat ibn Ubaydullohni shahid bo'lishiga berilgan bashorat. Bu kishini shahid bo'lishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabarini berganlar. Abu Hurayra roziyallohu anhudan bu hadis Imom Muslim rivoyat qiladi uni. Rasululloh Hiroda edilar. U zot bilan birga Abu Bakr, Usmon, Ali, Umar, Talha va Zubayrlar birga edi. Shu vaqtda tog' titradi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Uskun Hiro. Uskun Hiro. Fama alayka illa nabiyyun aw siddiqun aw shahidun." Sokin bo'l ey Hiro. Seni ustingda nabiy yoki siddiq yoki shahid turibdi dedilar. Ya'ni o'zini nabiyligini aytayaptilar, Abu Bakrning siddiqligini aytayaptilar va ular bilan turganlarni hammasini shahid bo'lishligiga bashorat beryaptilar. Haqiqatan ismi zikr qilingan Umar ibn Xattob, Ali ibn Abi Talib, Zubayr ibn al-Avvom, Usmon ibn Affon, Talhat ibn Ubaydullohlar shahid qilingan birodarlar. Bu ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning haqiqiy Allohning rasuli ekanligiga dalil. Chunki kelajakda bo'ladigan narsani aytib beryaptilar. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullohi alayh. Alloh taolo aytadi, mu'minlar orasida o'zlari Allohga bergan ahd va paymonlariga sodiq bo'lgan kishilar bordir. Fa minhum man qada nahba va minhum man yantadir va ma baddalu tabdila. Qarang, mu'minlar ichida erkaklari bor deyapti. Minal mu'minina rijalun. Mu'minlar ichida erkaklari bor, Allohga bergan ahdida turadi. Bas ulardan ayrim kishilar o'z ahdiga vafo qildi, ya'ni shahid bo'ldi. O'lgunicha Allohga bergan ahdidan qaytmadi. Ulardan ayrim kishilar esa shahid bo'lishga intizordirlar. Ular bergan ahd va paymonlarini o'zgartirganlari yo'q. Mana shu oyatni eshitib bir arobiy so'radi: "Ya Rasululloh, fa minhum man qada nahba." Ulardan mana aytildi, bas ulardan ayrim kishilar o'z ahdiga vafo qildi, ya'ni shahid bo'ldi dedingiz. Kimlar ular? Qaysi odamlar dedi? Ahdiga vafo qildi, o'ldi. Ahdiga vafo qildi, shahid bo'ldi. Kimlar ular deganida Talhat ibn Ubaydulloh aytadi. Shu paytda Rasulullohning oldiga kelganimda meni ustimda ikkita yashil ko'ylak bor edi. Rasulullohning oldiga kelganimda Rasululloh aytdilar: "Ayna Sail?" Boyagi savolni bergan odam qani? Mana menman dedi. Hada minhum va ashara ila sayyidina Talha. Mana bu odam ana shulardan dedi. Allohga bergan ahdda turdi degani o'ldi, shahid bo'ldi degani. Endi tirik turgan Talhaga payg'ambarimiz aytibdilar, mana bu Talha roziyallohu anhu Allohga bergan ahdida turganlardan, ya'ni shahid bo'ladiganlardan dedi. Talhat ibn Ubaydullohni kim maqtayapti birodarlar? Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhudan Imom Termiziy rivoyat qilgan hadis, Rasululloh aytdilar. Birodarlar, bundan ortiq manoqib, fazilat, martaba, maqtov bo'lmaydi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Man sarrahu an yanzura ila shahidin yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Talhat ibn Ubaydillah." Rasululloh aytdilar: Kimni yer yuzida tiriklayin yurgan shahid kishini ko'rishlik xursand qilsa, Talhat ibn Ubaydullohga qarasin. Imom Termiziydan bu hadis. Birodar, shahid bu o'lib ketgan odam deyiladi. Ammo bu kishi hali o'lmasdan turib shahidlik maqomiga yetdi. Qaranglar birodarlar, biz o'ylantiradigan narsa bitta. Xotimamiz qana bo'lar ekan hammamiz. Innamal a'malu bil xawatim. Innamal a'malu bil xawatim. Bizni qilayotgan ishlarimizni oxiriga qarab turib bizga baho beriladi. Bu kishini xotimasi shahodat bo'lishligi, shahidlik bilan ketishligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bashoratini beryaptilar. Mana shu guvohlikni o'zi kifoya qilmaydi birodarlar? Sizni maqtayotgan kishi qanchalar martabasi ulug' odam bo'lsa, uni bergan maqtovni ham shunchalik qadri baland bo'ladi.
Menda falonchi professorning guvohligi bor deysiz. Falonchi professor meni ilmimga guvohlik bergan deysiz. U falonchi professor dunyodagi eng ko'zga ko'ringan xirurg. Agar tabib bo'lsangiz, sizni maqtayotgan odam qanchalik ulug' bo'lsa, uni maqtov ham shunchalik ulug' bo'ladi. Talxani kim maqtayapti roziyallohu anhu? Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam. Qani o'sha odamlar hozir? Aytdik-ku, hammamiz ketamiz. Yaxshi kun ham, yomon kun ham tugaydi. Lekin nima qoladi bizdan? Qilgan savobli amallarimiz qoladi. Mukofoti yoki jazosi. Bandadan sodir bo'layotgan amalni qabul bo'layotgan bo'lmayotganligini kim biladi? Bandadan sodir bo'layotgan amalni qabul bo'layotgan bo'lmayotganligini kim biladi? Faqat Alloh biladi. Ammo ulamolar aytadi, ayrim belgilari bor. Alloh sendan rozi bo'layotganligini ayrim alomatlari bor. Qarang. Alloh o'zi bilgan bir yo'l bilan sizga bildirib qo'yadi nimani? Sizdan rozi bo'layotganligini. Ishlaringiz yurishib ketganidanmi? Pullaringiz ko'payib ketganidanmi? Zuvolingiz katta olganidanmi? Xudo yoqqan joyimiz bor, zuvolamiz katta olgan ekan. Agar Alloh azza va jalla o'zi bilgan bir yo'l bilan sendan rozi ekanligini senga his qildirib qo'ysa, qayerdan bilasizda ham his qildirar ekan. Masalan, yaxshi tush ko'rdingiz. Payg'ambarimiz shu yuzga kirdida sizni yaxshi odam ekanligingizni aytdi. Bu yaxshilik alomati bu. Bir sahoba kirdi, sizni qilayotgan ishlaringizdan xursand bo'lganligini ko'rdingiz. Bu Alloh bildirayotgani bo'ladi. Solih insonlar seni maqtayotganligi, haqda turgan insonlar seni yaxshi ko'rayotganligi ana shu Alloh rozi bo'layotganligini alomatlardan bittasi deb umid qilinadi. Yaxshi odamlar maqtayapti seni. Xalq yaxshi ko'ryapti seni. Salohiyatli amalda turganligingda, o'zing topishing haromdan, topishing zulmdan ehson qilsang maqtaydiganlar ko'p bo'ladi. O'sha ehsoningni yeganlar. Lekin sen ehson qilmasang ham maqtayotganlar bormi seni? Ana qara. Ulamolar aytadi, agar bir odamni suvda yurib ketayotganini ko'rsangiz, havoda uchayotganini ko'rsangiz, u taqvosi yo'qligini ko'rsangiz, shayton deb guvohlik beravering bunga deydi. Tushunarlimi? Savob xayr ehson qilyapti, yetim yesirga ehson qilyapti, bu yerdagi ishlari xira bo'ladigan bo'lsa, bu odamni bu maqtov emas u. Biz boshqa maqtovda aytyapmiz. Va Alloh sizdan rozi bo'layotganining yana bitta alomati deydi ulamolar. Odamlarning qalbida sizga nisbatan iqbol paydo bo'ladi. Odamlarni, musulmonlarning qalbiga yo'l ochiladi siz uchun. Agar mana shunday lahzalar bo'lsa, mu'min uchun mana shu lahzalar dunyodagi eng shirin narsalar. Qarang, minal mu'minina rijalun. Mu'minlarning orasida shunday bir kishilar bor. Rajul degani arab tilida erkak kishiga ishlatilinadi, rijal degani erkaklar degani. Lekin bu o'rindagi rajul yoki rijal degan so'zdan faqat erkak kishini tushunmaslik kerak. Bu yerdagi rajul degan so'zdan qahramonni, botirni tushunishimiz kerak. Mu'minlarning ichidagi botir qahramoni ayol kishi ham bo'lishi mumkin. Yosh bola bo'lishi ham mumkin. Talha roziyallohu anhu Allohga bergan ahdida sobit turgan erkaklardan ekanligiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam guvohlik berdilar. Bir odam o'tdi dunyodan. Qilgan yaxshi yomon amalini qildi, ketdi. Endi odamlar uni maqtaydi yoki yomonlaydi. Odamlarning uni maqtashi yoki yomonlashi bu odamni Allohning huzuridagi qadrini ko'tarib tushiradimi, yo'qmi? Savol tushunarli bo'ldimi? Yomonlayapsiz, tinmay palonchi o'luvdi. Yoki tinmay maqtayapsiz, palonchi o'luvdi. Shu bizni maqtashimiz va yomonlashligimiz uni Allohning huzuridagi martabasini o'zgartiradimi, yo'qmi? Biz Talhat ibn Ubaydullohni 1000 marta maqtaylik. Qilgan amali o'zi bilan ketdi. Bizni maqtashimiz, bizni yomonlashimiz ularning manzilatini ko'tarmaydi ham, tushirmaydi ham. Demak, o'zimizni ko'taradigan, o'zimizni tushiradigan biz o'zimiz ekanmiz, birodarlar. Alloh rahmat qilsin. Bu odam otasi zo'r odam edi. Bu solih inson edi deydi. Mana shu guvohlik inshaalloh unga bir foyda qiladi. Biz Talhat ibn Ubaydullohni maqtasak ham, maqtamasak ham qilgan amal o'zi bilan ketdi. Bu sahobani nazarida mol-u dunyo, boylikni qiymati qanday edi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar,
Qiyomat kunida banda 4 ta narsa haqida so'ralmagunicha qadam o'rnidan jilmaydi. Umrini nimaga sarf qildi? Yoshligini nima bilan o'tkazdi? Pulni qayerdan topdi, qayerga sarfladi va ilmiga amal qildimi? Sahobalardan biri aytadi, Talhat ibn Ubaydullohning yoniga kirsam, g'amga, o'yga botib o'tirgan ekan. Nima bo'ldi sizga desam, pulim ko'payib ketdi. Shu narsa meni g'amga solib qo'ydi dedi. Bu qanaqa odamlar ekan-a? Puli ko'payib ketsa, xursand bo'lishdan nima qilyapti? G'amga kiryapti. Ha, ular g'amga kirgan sababi bu moli dunyoda kattasi qiyomatda hisob kitobi og'ir bo'lishini bular esdan chiqarmagan. Hali odam aytdi, hech narsa emas, tarqatib yuboring dedi. Tarqatdi pulini dedi. Alloh siz sarf qilgan pulni o'rniga to'ldirib qo'yishiga ishonsangizgina infoq ihson qila olasiz. To'g'rimi? Qul inna robbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi va yaqdiru lahu va ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu va huwa khayrur roziqin. Oyatda eshitingda. Ayting. Albatta Parvardigorim bandalaridan o'zi xohlagan kishilarning rizqini keng qilur va o'zi xohlagan kishilarning rizqini tang qilur. Bu Allohning ishi, kimi boy, kimi kambag'al qilish. Ne bir narsani infoq ihson qilsangizlar, bas Alloh uning o'rnini to'ldirur, u rizq beruvchilarning yaxshirog'idir. Alloh va'da beryapti. Infoq qilsang men to'ldirib qo'yaman deydi. Ya ibn Adama, anfiq unfiq alayk. Ey odam bolasi, infoq qil. Men ham senga infoq qilaman. Bo'lsa qilaradek biz ham deysiz-ku. Sen qil avval ozginasini Alloh taolo to'ldirib qo'yishiga ishonsang. Talhat ibn Ubaydullohning saxovati. Islomdagi arablarning eng saxovatlilaridan Talhat ibn Ubaydulloh. Bir kishi keldida yordam so'radi. Urug' edi, qarindoshchilikni o'rtaga qo'yib so'radi. Shunda Talha nima dedi? Falon yerda bog'im bor dedi. 100 mingga sotib olganman dedi. Yiliga faloncha meva beradi dedi. Xohlasang bog'ni o'zing ol, xohlasang sotib pulini beraman dedi. Bog'ni berib yuboryapti. Bog'ni berib yuboryapti. Inshaalloh 2 darsdan keyin Abdurrahmon ibn Avfni darsini o'qiymiz. Aytar ekanda, nima qilay der ekan. Infoqni ko'p qilgan. Nima qilay? Ertalab 100 ni bersam, kechki payt Alloh 1000 qilib bersa, infoq qilmay nima qilay der ekan. Biz aytamiz, avval Alloh 1000 ni bersin, keyin bir 100 ni o'ylab ko'raman men deymiz. Endi bu kishilar payg'ambarimizdan duo olganda, Abdurrahmon tuproq solsa ham boy uradi degan payg'ambarimiz. Hayda bunaqa duoda olgandan keyin qanaqa infoq qiladi endi kelishini aniq qo'ygan ekan. Domla, yo bularchi shu duoda olmay turib qilib yurgan odamlar-da ular. Qo'lida millionlagan puli bor odam puliga suyanadi ertaga indinga bo'ladigan hayotini farovon bo'lishida. O'sha puli yo'q odamchi? Alloh ertaga rizqini beradi degan iymoni quvvat beradi unga. Va mana shu odam boyroq narigindan ko'ra. To'g'rimi? Talha roziyallohu anhu o'zini yerini Usmonga 700 mingga sotdi. 700 ming dirhamga. 700 mingga sotdi. Baraka bo'ldi. Kechki payt pullab kelib berishdi. Talhat ibn Ubaydulloh pulga qarab turib, kishi shuncha pulni o'zini uyida ushlab tunni o'tkazar ekan, tun bo'yi shayton unga nimani vasvasa qilishini bilmaydi dedi. Va kechasi bilan xavotir bilan o'tirdi. Tong yotganda pulni hammasini tarqatib yubordi. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi robbikal karim. Ey inson, ulug' Parvardigoring haqida seni nima aldab qo'ydi? Shayton aldadi. Shuning uchun birodarlar, hikmatda aytilar ekan, tirikchilik masalasida, pul masalasida. Kim ertangi kunni g'ami bilan, ertangi kunni hisobi bilan yashayotgan bo'lsa, o'limni suhbatini esdan chiqarib qo'yibdi. Kim ertangi kunni hisob kitobi bilan yashayotgan bo'lsa, indinga mana qilib olaman, o'limni esdan chiqarib qo'yibdi. Bu kishilar ertaga o'lib qolsamchi, qiyomatda nima deb javob beraman pulimga degan, infoq ihson qilgan, inekinchi kambag'al bo'lib qolmagan bular. Mashhadiga e'tibor beringlar-da. Ikki kishi talashib qoldi. Pulmidi, yermidi, odamlarni o'rtaga hakam qilishdi, odamlarning hukmiga ko'nishmadi. Ishni sudga oshirishdi. Birinchi sud hukm chiqarib bersa, qabul qilmay ikkinchisiga bordi. Undan ham balandroq sudga bordi. Yillar o'tdi. Bir ikkinchisiga xo'p deya olmayapti. Ikkalasi ham musulmon. Bo'pti, seniki deb qo'ya olmayapti. Bu ish nima bilan nihoyat topadi? Bittasi o'ladi, yana ish to'xtaydi. Bittasi o'ladi, yana ish to'xtaydi. Birodarlar, dunyo hayoti shunday. Turgan bitgani mushkula. O'lim farishtasi keladi, ketdik deydi,
ish tugadi. Shuning uchun arzimagan dunyoni matohi uchun umrimizni, vaqtimizni, asabimizni, sog'ligimizni sarf qilmasdan, birodarlar, abadiy hayotimizga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bu ulug' sahobaning vafoti. Ma'lumiylar Talhat ibn Ubaydulloh Jamal ma'rakasida, Jamal fitnasida qatl qilingan. Bu ulug' sahoba Jamal kuni qatl qilindi. Shunda u kishining yoshi 62 yoki 64 yoshda edi. Rufoa ibn Iyosdan rivoyat qilinadi, uning bobosi dedi. Jamal kunida men Ali ibn Abi Tolibning yonida edim. Ali ibn Abi Tolib bu tomonda, Talhat ibn Ubaydulloh va Zubayr ibn Avvom nariga qo'shin tomonida. Fitna bo'lgan bilasizlar. Bu darslarda aytib o'tdik. Talhani kelishligini talab qildi Ali roziyallohu anhu. Talhat ibn Ubaydulloh keldi. Ali ibn Abi Tolib Talhat ibn Ubaydullohga qarab aytdi: "Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Sen Rasulullohning ushbu hadisini eshitganmisan?" Rasululloh aytgandilar: "Men kimning mavlosi bo'lsam, bas Ali uning mavlosidir. Parvardigora kim uni o'ziga do'st tutsa, uni o'zingga do'st tutgin. Kim unga dushmanlik qilsa, sen ham uni dushman tutgin. Eshitganmisan?" dedi. Talhat ibn Ubaydulloh ha dedi. Ali ibn Abi Tolib aytdi: "Unda nima uchun menga qarshi jang qilyapsan?" dedi. Talha bu hadisni esimdan chiqarib qo'ygan ekanman dedi. Va mana shu joyda ortiga chekindi. Mana shu chekinib ketayotganida otilgan kamon o'qlardan bittasi u kishini shahid qildi. 36-hijriy yilda Talhat ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu vafot etdi. Talhat ibn Ubaydulloh, Abu Muhammad, Talhatul Xoyr, Talhatul Fayyos, jannatga bashorat qilingan 10 kishining bittasi. Islomga birinchi bo'lib kirgan 8 kishining biri. Abu Bakrning qo'lida iymonga kelgan 5 kishining biri. Rasulullohning vafotidan keyin ahli shuro bo'lgan 6 kishining biri. Yer yuzida tiriklayin shahid bo'lib yurgan kishi. Talhat ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni ularning hayotini o'qib o'rganib, ibrat olishingni barchamizga nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum.